Uzun HTML dersiga 49-cı qism HTML5'deki sonliq uçur jadvali elementleri. HTML5'te yangidan qo'shilgan sonliq uçur elementlaridan datelist, ya'ni kirgizuvchidagi eskartish uçuri, andan keyin keygen abont a'zoning bexatarligini tekshirish, output, tagkod yoki hisoblash natijasi qatorliq o'xshashmagan uçurlarni ko'rsatish iborat. 3 asosiy element ta'minlangan. Bu elementlarniki tor ko'rgich tarafidan qo'llash yoki qo'llamaslik avvalo qaraydigan bo'lsak, IE bilan Firefox'da bu 3 elementni qo'llamaydi, Safari'da qo'llamaydi. Chrome'ning 3.0 nashrida Kijinni qo'llaydi, qolganini qo'llamaydi. Opera'ningki 9.5 nashrdan ikkisini 15 nashrdan boshlab hammasini qo'llagan. Andan keyin bu amaliy misol qaraydigan bo'lsak, masalan, mana men bu kirgizuvchi ramkasini bosgandan keyin buning ostida bu tanlash tizimlik chiqdi. Bu dal date list. Biz mayada tilga olgan shu kirgizgichdagi eskartish uçuri elementi hisoblandi. Men kodni qaraydigan bo'lsak, biz mayada mana date list deb mayada aniqlanmagandan keyin mayada optionniki ichiga 3 dona tor adresini buniki tanlangan qiymat qilib qilsak, mayada biz kirgizish ramkasini chekkandan keyin bu yerdagi tanlash qiymatlar chiqadi. Buni bossak, bevosita qiymat ichiga kirdi.